Hammaga assalomu alaykum. Bugun raspapovka chek qilamiz. Men bugun bozordan shtativ bilan shtativcha ployka oldim. Bu shtativimizni kattasi 230 ekan bo'yi. Mana bu o'rtacha pastligi, balandligi. Bu eng pasti. Mana shunday holatda videoga olinar ekan. Mana. Buni narxi 210 ming ekan. Yaypan bozorida. Mana. Keyin mana bu kichkina shtativchamizni korobkasi. Mana bu uzuni. Mana uzun katta shtativimiz korobkasi. Bu bo'lsa floykani korobkasi. Mana bu floyka. Sochni jingalak qiladigan. Mana shu olgan narsalarim. Mana bu kichkina shtativcha oshxonada ovqatlar qilib yonboshdan olsa bo'ladigan kichkina shtativcha. Buni narxi 140 ming ekan.